Aziz obunachilar, bular O'zbekistondami bu ashulachilar yoki boshqa joy ko'ryapmanmi men? Yoki Tayvan tomonlarida o'zbekcha perevod qilyaptimikin bu qo'shiqchilarni? Nima deysizlar? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz obunachilarim, vatandoshlarim va dindoshlarim va qo'shni davlatlarda mani videolarimni ko'rayotganlar barcha qardoshlar sog'lik salomatlikdamisizlar? Bugungi kunni yaxshi o'tkazib oldilaringizmi? Va musofir yurtda yurgan barcha aka-uka, opa-singillar hamisha salomat bo'linglar. Alloh o'zi qo'llasin har birlaringizni. Sog' salomatlikda ishlab vatanga, ota-onangiz oldiga va bola-chaqangiz oldiga qaytib kelish Alloh barchalaringizga nasib qilsin. Obunachilarim, vatandoshlarim va dindoshlarim, barchalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Menga obunachilarim assalomu alaykum deb yozganlar barchalaringizga va alaykum assalom. Va o'z fikrlarini kommentariyada bildirayotganlar, kommentariy yozayotganlar barchalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Hamisha salomat bo'linglar. Hech ham tolimanglar, kasal bo'lmanglar. Kasallarga Alloh o'zi shifo bersin. Tan-jonlaringiz sog' bo'lsin. Barchalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Bu qo'shiqchilarimiz men birinchi o'ylabman, bu Tayvan tomonlarda bir Tayvan tomonlarda deb o'ylabman. Hali bularga faqat tarjima qilib o'zbek tilini qo'yib qo'ygan deb o'ylabman. Bularda qayta-qayta ko'rsam, bular juda ko'p ekan. Bular O'zbekistonning qo'shiqchilari ekan. Qo'shiqchi deydimi, artist deydimi, san'atkor deydimi, kim dedi bularda men bilmayman. Astag'firulloh, astag'firulloh. Bularda menimcha shaytonga qo'l berganlar deb o'ylasa kerak odam. Demokratiya, so'z erkinligi mana shu holatga olib keladi odamni. Endi to'g'ri, bunaqa yarim yalang'och, bunaqa qilib madaniyat vaziri qo'yib berishi ham bu bitta odamlarni chalg'itishi. Fikr, xayol shunaqa yalang'ochlarga chalg'ish bo'lishi mumkin. Gapiradigan gapi ko'p nihoyatda. Men bir gap aytdim.
Bu demokratiyani yevreylar o'ylab topgan. Yevreylarni har bir o'ylab topgan politikasi mana shunaqa iflos qiliqlari, shunaqangi uyasiz narsalarga kelib chiqadi. Shu yevreylar o'ylab topgan. Shunday narsalarni o'ylab topadiki, munkariylar, yevreylar mana. Demokratiya, so'z erkinligi, unda xoh boy, xoh kambag'al gapirsin dedi. Lekin uni boshqa tomonlarini ham tiqqanda keyin sekin ochilib chiqaveradi degan yevreylar. Shunaqa yalang'och ayollar, pedofillar, geylar hammasi chiqib kelaveradi keyin. Demokratiyani qabul qilgandan keyin u davlatda hammasi ochilib kelaveradi. Mana yevreyni har bitta o'ylab topayotgan politikasi. Keyin aytgandim-ku, bozorlarda ko'p o'tirishgan yevreylar, hali xalqni dardini eshitib o'tirishib, rezultatga yig'ishaveradi bu yevreylar. Keyin hali qo'zg'olon qilishda o'sha xalqni dardini gupirtirib chiqarib qo'zg'olon ham qilishaveradi bu yevreylar. Mana demokratiya mana shunaqa holatga olib keldi mana. Bu ayollar O'zbekistonda qo'shiqchilar ekan. Astag'firulloh, tavba qildim. Yevropadan ham o'tib ketibmiz menimcha. Yo demokratiya shu holatga kelib chiqdi bu, yoki o'tgan yilimikin qaysidir yili Shakira keluvdi O'zbekistonga. Shu Shakiradan keyin bular chiqdimikin? Aziz obunachilarim, nima deysizlar? Bu Shakirani kasallarimikin bu qo'shiqchilar? Shakiradan keyin chiqqan insonlarmikin? Shakira kelib yalang'och o'ynab ketadi bizni O'zbekistonimizda, biz o'ynalmaymizmi? Yana o'shadan kelib oyog'iga ukol qilib ketaveramanmi dedi-yu doktor. Tavba qildim. Aziz obunachilarim, hamisha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kommentariya yozayotganlaringizda faqat hissiyotga berilmanglar. Iltimos opajonlarim, akajonlarim, ukajonlarim, singillarim, barchalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Alloh barchalaringizga kuch-quvvat bersin. Goh-gohida endi shunaqa videolar qo'yib turaman. Xafa bo'lmaysizlar. Bunaqalarni qo'yib gohida tanqid qilib turmasak, bular yana ham ko'payib ketishadi. Shuning uchun har bir blogerlardan so'rab qolardim, O'zbekistonda har bir blogerlardan. Hali bo'lmagan, hali bayslar, misol uchun bayslar izdivasi olib yutkizib qo'ygan izdivasa qilasizlar-ku, olib chiqib layk uchun. Mana blogerlar, sizlarga mana shunaqa yalang'och ashillachilarni to'xtatmay qo'yinglar. Ifloslar mana xorram qilyapti deb mana gapirib chiqinglar mana blogerlar. Mana shunaqa shayton sifat qo'shiqchilar bor mana deb gapirib chiqinglar mana blogerlar. Mana sizlarga ko'pgina temani oqtarishni keragi yo'q, faqat u temani qo'yib turib gapirishni bilsalaringiz bo'ldi aziz blogerlar. Alloh barchalaringizdan rozi bo'lsin. Obunachilar, hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Hammalaringizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum. Sog' bo'linglar.